Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Hammaga yaxshi kayfiyat tilab, bugun utsinkaga olingan orxideyalarni operatsiyasini sizlarga ham ko'rsatib o'tmoqchi edim. Uy sharoitida oddiy usulda xohlagan orxideyangiz, xohlang bu yangi sotib olingan bo'lsin, xohlang mana bunaqa utsinkaga tushgan otsveshka deyishadi, gullab bo'lgan yoki ildizida muammosi bor bo'lgan orxideyalarni sotib olsangiz, xohlagan turini uyga olib kelgandan keyin, agar hali gullab turgan yangi bo'lsa, tegilmaydi, ildizi toza bo'lsa, shunchaki antistress sepib, barglarini Actara bilan yaxshilab yuvib, mana buni Actara dorisi bor, bu hasharotlarga qarshi, orqasida mana nimasi ham yozilgan. Mana shu pachkada 4 gramm 5 litrga solinadi. Shunaqa narsalar bilan barglarini orqa, oldi, mana bunaqa svetonoslar hamma joy yaxshilab paxtaga yoki yumshoq materialga bosib olib, yaxshilab yuvib tozalanadi. Agar ildizida muammo bo'lsa, mana qaranglar, bu otsveshka, ya'ni gullab bo'lgan. O'zi otsveshkani masalan 1, 2, 3 ta bo'g'im qoldirib kesib tashlash kerak, shunda yana gullaydi. Lekin men bunaqa 3 ta shox bo'lgani uchun va mana уже shoxini uchidan yana nima berayotgani uchun men sal teparoqdan kesdim. Bu men tajribamda qo'llab ko'rilgan. Oldin mana bunda bu 2-3 oy oldin olingan. Xuddi shunaqa ahvolda ozgina ildizlarida muammosi bor edi. Shularni operatsiya qilib ko'chirganman. Yangi svetonos chiqarib g'unchalagan, gullash paytiga kelganda kichkina o'g'lim hammasini terib olgandan keyin men yana kesdim. Lekin kesib olib, men bu ustidagi qobig'ini olib tashladim, tezlashsin degan maqsadda. Olib tashamasa ham bo'ladi. Endi bularni qaranglar. Oldin ham peresadga qilganman, xuddi shunaqa. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Gulla keldi. Idishdan chiqarib olib, yaxshilab irigan, chirigan, sinib tushgan, qoraygan ildizlarni yaxshilab tozalab oldim mana. Bunisida yaxshigina ildiz bor. Bunda ham yaxshigina ildiz bor. Mana bunisi lekin umuman tugagan ekan. Sinib tushgan. Bilmadim, endi bu baxtavakkal juda ishonib olmayman, lekin buni ham bitta probaga qilib ko'raman. Keyin bular kelgandan keyin tozalab oldik. Singan, irigan, qoraygan ildizlarini, mana bu yerlarni ham, po'stloqlarni yaxshilab tozalab olish kerak. Mana shuni oralarida mana qurigan barglarini po'choqlari yotadi, qolib ketadi. Mana shularni ham iloji boricha tozalab olish kerak. Sizlarga ko'rsatish uchun yaxshilab tozalamadim. Mana shu yerni qoldirganman mana. Xullas, mana shunaqa joylari ham yaxshilab tozalab olinadi. Qolmasligi kerak. Go'li stol deydi, ya'ni tep-tekis bo'lishi kerak. Hech qanaqa qoraygan, qurigan, shoxcha, bargcha hech nima qolmasligi kerak. Mana top-toza. Buni ham tozalab olaman kamera orqasida. Menimcha ko'rdingizlar. Mana po'stlog'i bor. Mana shuni tozalab olish kerak. Endi tozalab olgandan keyin 1 litr suvga mana bu Pervikur, ildiz chirish, zamburug' shunaqa kasalliklarga qarshi 1 litrga 1 gramm Pervikur solaman. Toza suvga filtrlangan. Keyin shu nimasini o'lchab, men naglas solaman, Actara solaman va barglarini orqa, oldi, svetonos mana bu shoxchalarini tozalab, keyin ildizini mana shu yerigacha 15 minutga, masalan men bu chelakka qilgandim. Ko'rsatsam 15 minut mana shu shunaqa solib qo'yasiz suvga, dorili suvga. Faqat suv mana shu yerigacha tegib turishi kerak. Men bu bo'g'imiga suv kirishi mumkin emas, chunki chirish alomati boshlanib ketishi mumkin, suv qurimasdan turib. O'shaning uchun mana shu ildizini mana shu yerigacha
nimadirda unutib qo'ydim. Xullas, butunligicha botirilmaydi. Shu ildizi boshlangan bargini oxirgi tochkasigacha, mana shu yerigacha bu dorili suvga solib qo'yasiz 15 minut. Keyin olib yaxshilab quritasiz. Mana qurigan holatda. Hozir bular doriga botirib olingan, qurigan, yaxshilab. Keyin o'sha dorili suvga qaranglar, mana bu orxideyani, golland orxideyani o'zidan chiqqan qara. Ko'pincha gollandskiy orxideyalar qarada keladi. Xitoylarniki mo'xda keladi. Keyin buni ochgan paytingizda mana shu yerda kichkinagina gubkaga o'xshagan narsa bo'ladi. O'sha ham tozalab tashalanadi. Keyin chiqqan qarani men ishlataman, tashlab yubormayman. Kimga qanaqa, kimlardir tashlab yuboradi, bor deydi. Kimlardir ekonom variant qilib ishlatadi, men ekonom variant qilib ishlataman, rosti uyalmayman aytishdan. Xuddi mana shu orxideya botirib qo'yilgan pervikurva aktarali suvga undan chiqqan qarani ham po'stloqlarini tozalab, top-toza qilib, buni ham 15 minut solib qo'ydim. 15 minut solib qo'ygandan keyin yana mana suvini nima qilib oldim. Oqyapti hali ham. Atay mana shu idishga solib qo'ydim, suv oqib tushsin degan maqsadda. Lekin men keyin alohida yana shunaqa suv qilib, bu ham ishlatilgan mo'x, yangi mo'x emas, hech qanaqa firmenniy mo'x emas. Mana shular ham Xitoy, men bular Xitoy mana, Xitoy orxideyalar bular ham operatsiya qilingan, mana yangi barglari, yangi ildizlari chiqqan. Mana shu orxideyalardan chiqqan mo'xlarni xuddi shunaqa обработка qilib, oldin 4-5 martalab yaxshilab yuvib, tozalab ichini, keyin mana shu pervikur va aktarali suvga 15 minut ezib qo'yib, yaxshilab siqib olganman. Mana hozir buni ham ezib qo'yganman, ko'rdingizlar? Bu ham ishlatilgan mo'x. Ishlatilgan mo'xlarni tashlab yuborish kerak deyshadi. Endi erinmagan odam, mablag'i bo'lmagan, yangi yoki bo'lmasa mablag'i bo'lsa ham, erinsa ham iloji yo'q, uyda boshqa ishlatilmagan toza mo'x yo'q bo'lsa, eski mo'xi bo'lsa, mana shunaqa qilib ishlatishi mumkin. Tushundingizlar-a? Buni hech qanday uyatli joyi yo'q. Mana tajribada qo'llandi. Ishlatilgan mo'xni yangitdan yana обработка qilib, yana ishlatdim. Ishlayapti hozir. Hozircha birinchi qism tugadi, ikkinchi qismni ham chiqadi. Ko'rib, like bosib, kommentariya bosib qo'yinglar. Hozir ikkinchisini ham qilaman.